Başlangıç, taza başlagan, yangi başlagan blogerlarni qiladigan katta xatoları doğrusunda gapleşib o'tamiz. Esa videodan uzaqlashamiz. Esa bir like'larni bosib shu yangi başlagan bloger do'stlaringizga tarqatib qo'yamiz. Ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Bugün bize blogerlarni, yosh, yangi blogerlarni katta xatoları doğrusunda gaplashib o'tamiz bugungi videomuzda. Hozir birinchi savolni berishingiz kerak o'zingizga. Birinchi shu savolni o'zingizga bering. Mana blogerchilik nima kerak deb o'zingizga shu savolni bering. Birinchi o'rinda blogerchilik mana nima beradi? Nima uchun kerak deb shu savolni o'zingizga bering. Ikkinchidan, blogerchilikda qilinadigan xatolar. Nechik xatolarni qilmasligim kerak? Uchinchisi, qanday yo'nalish qilsam bo'ladi degan savoldan bering. Ana keyin asta-sekin qanday kanalni rivojlantirsa bo'ladi? Keyin nishatib internetda pul topsa bo'ladi. Va hokazo ketaveradi. Demak, birinchi o'rinda kimlar bloger bo'lishi kerak va SMM sohasini ham tushunishi kerak. Kimlar? Bular bunday qaraganda hammaga kerak. Liboy kasbda shug'ullanadigan insonlara hammasine kerak. O'qituvchilarga kerakmi? Kerak. Agar o'quv markazi ochacak bo'lsa, keyin onlayn darsliklar qilajak bo'lsa, o'qituvchilar ham kerak. Keyin doktorlar ham kerakmi? Albatta kerak. Nima uchun? Bu yanında zaman rivojlangan sayin hozir 99 bo'lmasam, почти yosh bolalarda ham telefon bor, 90% odamda telefon bor. İnternet bor. Ko'radigan internetdan shunday deyib, qarab, ko'rib, bu dish doktor ekan. Kim bu? Nomerlari bo'lsa falan. Qaysi viloyatda, qaysi tumanda telefon nomerlari ham bor ekan. Chiq. Telefonni nomerini telefon uradi. Alo, assalomu alaykum, falan kas doktormi bu? Ava. Ben şu dişimi davolatacak edim, dish doktor, misol uchun dish doktor. Dişimi davolatacak edim. Ben özümü haftada 6 gün iş günüm. Mesela 6 gün yok, haftada 5 gün iş günüm. Misal için falan günü boş günüm. Şu güne varsam bo'lar mı siz yana? Şu günü vaktiniz neçik sizi? Bo'ldi, yazıp koyamız esa şu güne ruchkani aladi, kağızını aladi, yazıp koyadi. Demek internetten ma'lumot berib borsangiz ham ko'p foydasi ko'p mana. Plus taraflari ko'p. Doktorlar adam, dish doktor adam kerakmi? Kerak. O'zi klientlarim bundan bo'lib. Doğru, klientlaringiz osmondan bo'lib yotaversin. Onun hech qanday bunga aloqasi yo'q. Klient nechalik ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, baribir. Lekin bu mijozlaringiz sizni vaqtingiz bilan o'zini vaqtini parallel qilib, kelishgan holda yozib, chistasidan yozib, o'zini vaqtini planlashtirib keladi. Masalan, men misol uchun oddiy klientni fikri bilan qarangda, klientni fikri bilan. O'zingizni fikringiz bilan emas, klientni fikri bilan qarang. Klient kecha dishini davolatacak. Dish doktora davolatacak dishini. Lekin mesela 5 gün zannet işi var, 6. günü boş. Misal için de haftanın bir günü açık. Şimdi pazar günü hem değil mi? Şunun içinde kimdedir birinci gün boş günü vardı, kimdedir ikinci gün, kimdedir 3. Va hokazo. Şu boş vaqtına sizi vaqtingizni so'rab ko'radi. Shu günü sizi vaqtingiz bormi dedi.
Siz vaxtınız şu günə doğru gələm, ikimiz vaxtımız doğru gələm. Boldu mıcaz yine yaxşı gələvərin şu günü sizə vaxt tap qoyama. Çisasını yazadı, yəni dəftər aladı, yazadı koyadı. Keyin şu günü barasız, işinizdən həm qalmıysınız, işinizdən davalatıb gələsiz. Demək bu hələ addi diş doktorda şunçəli muammağa yechim tapıldı. Nima üçün gerek ekan? YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook. Yetərli işler. Əsasi YouTube bilan hozircha YouTube, Instagram, TikTok. Bizlərdə eng azı qılavni jalla gitib turgan O'zbekiston territoriyasında. O'zbekistonda Instagram bütün dünyada aslı, bütün dünya boyunca YouTube. Bir Instagram, YouTube ikisi yaxshi gitib batır, TikTok ham bor. Lekin asnovnoy YouTube bilan Instagram. Bizlar aynan O'zbekistonda Instagram jalla gitib turibdi. Demak, Instagramni birinchi YouTube'da boshlash kerak. YouTube'da emas, YouTube'dan, Instagramdan, TikTok hammasini deng rivojlantirib borish kerak. Deng video tashab borish kerak. Keyin davomiy qilish kerak. Keyin masalan doktor, birisi o'qituvchi, yana biri usta, yana biri duradgar usta. Xullas, va hokazo kasblarni aytibman. Kasblarni qiladi, lekin blogerchilikka tushunmaydi. Kanal nishab ochsam ekan deydi. Nishab ochaman men. Nishab rivojlantiraman. Qanday qilaman degan savolingiz bo'lishi mumkin. Albatta, bu muammolarınız bo'lsa, unadan yechim bor. Aynan shu meni kanalimda yechim topishingiz mumkin. Kamoliddin Ataboyev. Ina mana shu yerda telefon nomerlarini qo'yamiz. Telegram, WhatsApp'dan bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Imo'dan ham, masalan, Rossiyada yurib ham boshlashingiz mumkin blogerchilikni. Xalasangiz Amerika, xalasangiz Yevropa, dunyoning любой tochkasidan shu yerda ekranda nomerlarni qo'yamiz. Aloqaga chiqasiz. Men sizga noldan kanal ochib monetizatsiya pul ishlaydigan jarayonini bo'lgan jarayonlarni o'zim noldan o'rgataman. Gerek bo'lsa monetizatsiyani ham ochishni o'rganib turibman. Ko'p ishlarni o'rgandim. Masalan, nalogni o'ylashni o'rgandim. Keyin Steve, ya'ni kod, bankdan kod ochilinadi, ularni bilaman. Xullas, monetizatsiyaga xabar yuborib, Amerikaga xabar ketadi. Yozuv Google AdSense'da bo'ladi, yozuv yuboriladi. Keyin kod nomer keladi sizga. Ana keyin monetizatsiya ochilgan bo'ladi. Keyin bir $100 bo'lgandan keyin skachat etib oladigan nelari bo'ladi. Masalan, keyin xohlagan kasb egasi kasbini qarab yo'nalish tanlasa bo'ladi, yo'nalish egasi. Misol uchun, liboy ustachilik etib yurgan ekranga shunday nomerlarni qo'yib, chiroyli etib ishini chiroyli etib ko'rsatib borsa, obzor etib noldan jarayonlarni 1 minut 2 minutdan olib, chiroyli etib obzor etib, cho'tga etib kanalingizga joylab borasiz. Ajoyib. Keyin bir telefon nomeringizni qo'yib borasiz. Kimda kim shunday malarka qildirmoqchi bo'lsa, uyini shunday chiroyli qilib malarka qildirmoqchi bo'lsa, bemalol ekranda o nomerlarni aloqaga chiqaverasiz deb yozib nomeringizni qoldirasizdan davomiy video tashab boraverasiz. Qisqa video, keyin katta video. Misol uchun katta video haftasida 2 marta tashlasangiz bo'ladi. Katta deganda kami 8,5 minut bo'lishi kerak. 8,5 dan farqi yo'q anaqa. Nengizga qarab. Eng kamida 8,5 bo'lishi kerak minuti. 1 soatdan ketaveradi. 8,5 minutdan 1 soatdan. O'rtachasi 25,5 soatlarda bu misoli. 25, 20, 30 minut. Farq yo'q. Nechalik ko'p bo'lsa YouTube uchun shuncha yaxshi. Ana shunday chiroyli etib haqiqiy to'shni obzorlarni qilib borishingiz kerak bo'ladi. Ana shundan natija inshaalloh zo'r bo'ladi. Liboy kasb egasi, masalan, o'qituvchi bo'lasiz, o'qituvchi bo'lsangiz ham ana shunday o'qituvchiligingizni yozib, chizib, matematikachi bo'lsangiz farqi yo'q. Ingliz tilichi bo'lsangiz ham chiroyli etib o'rgatib borasiz. Keyin onlayn kurslar ham tashkillashtirasiz. Bir yopiq kanal ham shart emas, shu bir kanalning o'zida hamma ishni etsa bo'ladi.
Yopiq videolarni ham shuni o'zida qilsa bo'ladi. Boshqa ham qilsa bo'ladi. Necha kanal ochsam bo'ladi deb qiynaladigan bo'lsangiz, o'sha yerda nomerimni qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ana shunday bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp, Imo hammasi shu nomerda bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyin tashqari men kanalim o'zi reklama boshda o'sha blogerchilikni o'rgatish deb boshlangan. Hozir bozor narx-navo, reklama, tashqi reklamalar ham mavjud. Eng arzon reklama xizmati men shu kanalimda. Undan shu nomerga bog'lanaverasizlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyin YouTube'da, internetda pul topsa bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. YouTube'da monetizatsiyadan ham pul topasiz. 1000 obunachi, keyin 4000 soat yo'riladi, keyin monetizatsiya qiladi sizga, keyin pul to'lab boshlaydi YouTube. Har bir 1000 prosmotringizga har xil to'laydi. Nerda ko'rilishini qarab to'laydi. 3 dollardan ketaveradi anaqa. Yevropa, Amerikada yo'lsa, shunday ketaveradi ko'payib. Ana shundan keyin tashqi reklamadan pul topsa bo'ladi. Tashqi reklama, masalan, hozir aytdim-ku, men shu kanalimda hozir 21500 ga yaqin odam bor, obunachi bor. Tashqi reklama ham olib kelyapman. Xudoga shukr, ozmi ko'pmi o'zim to'lab turibdi. Hammasi ajoyib. Zakoni yetib bordi, asta-asta, lekin mehnat bilan bo'ldi bu. Birdan bo'lmaydi. Boshida kamida 100 video chiqarish kerak. Iloji bo'lsa foydali bo'lishi kerak. Foydaliligina e'tibor berish kerak. Halolligina, foydaliligina e'tibor berib boring. 100 video chiqarish kerak kamida. Balkim 1 2 3 10 dan o'xshab ketishi mumkin. Balkim 20 da ishqilib minimum 100 video chiqarish kerak. Boshlangiz qoidasi shu. Boshqa yechira qaramiz, shu foydali 100 video chiqaraverasiz. Ana shunday bo'ladi. Agar kimda-kim bloger bo'lmoqchi bo'lsa, xalaqan liboy kasb egasini men gapimga javob, blogerchilik kerak. Biznesini davomiy rivojlanishi uchun ham kerak bloger bo'lish. Instagram, YouTube, TikTok. Qolganlar Telegram, Facebook. Asosiy YouTube, Instagram boshlash kerak. TikTok 3-chi. Telegram 3-chi, TikTok, Facebook ki. Onu boshlash kerak. Uni eylamaslik kerak do'stlar. Nechalik kech qoldirsangiz, biznesingizda qiynalib boraverasiz. Bo'lgani shu. Tizimli davom ettirib borish kerak. Nengizni, blogerchiligingizni, biznes ham shuningdek tizimli bo'lmasa bo'lmaydi. Sen uni ko'proq uchun bloger bo'lajak bo'lib yurgan do'stlaringizga liboy biznes egasini ham tarqatib qo'yaveramiz. Kanal ochishi shart va zarur. Biznesini rivojlantirish uchun ham zarur. Bu yerda ishonchli nomerlar bor. Odam Kamoliddin Otaboyev. Ishonchli nomerlarni qo'yamiz. Bemalol Telegram, WhatsApp, Imodan aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.